Abyuz insonlar haddan tashqari ko'p sevgiga cho'miltiradi. O'sha sevgisini bir kunda olib qo'yadi. Bugun sizni shunaqa yaxshi ko'rish mumkin, ertaga umuman sevgisini sizga bermasligi mumkin. Va siz tushunmaysiz, u meni yaxshi ko'radimi, yo'qmi? Yaxshi ko'rgan paytda siz o'zingizni osmonlarga uchib ketasiz. Agar sizni yerga otib yuborish kerak bo'lsa, tepadan olib shunday pastga tashlab yuboradi. Abyuzerlarning birinchi ko'rinishi seni erkinligingni cheklovchilar. Yaqinlaringdan, do'stlaringdan, oldingdan odamlarni sekin chetlashishni boshlaydi. Men seni yaxshi ko'raman, seni qizg'onaman. Qarabsizki, bir kun hatto o'zingiz ota-onangiz uyiga ham bora olmay qolgansiz. Oldingizda hech qanaqa do'stlaringiz yo'q. Taksiga o'tirish mumkin emas, seni rashk qilaman. Undan ko'ra meni kutib tur yoki bugun borma. Vaqtim bo'lgan payti olib boraman. U sizni sekin-sekin izan berib qiladi. Ayollar buni birinchi sevgi deb tushunishadi. U romantik bo'ladi. Boshida sizni yaxshi ko'rib qolish uchun hamma narsa qiladi. Siz yaxshi ko'rib bo'lganingizdan keyin sizni shunaqa jazolashni boshlashadiki, o'sha paytda o'zi hech narsangiz yo'qligini tushunib qolasiz. Na o'rtoqlaringiz bor yoningizda, na bir ishga chiqdingiz, na rivojlanishga sizni yo'l qo'ydi. Endi hech narsa qila olmayman degan holatga tushib qolasiz va yana keta olmaysiz.